Tekis dunyodagi hardcore menimning ikkinchi qismi. Xo'sh, shu yerga kelib qolgandik. Mana mening resurslarim. Bular bilan urushish juda ham qiyin. Xohlagan zarbasida o'ldirib qo'yish mumkin. Menga daraxt kerak. Jon olishi baribir katta. Qani men shu tarafdan boshlab ketaveraman. Mollarni teri uchun ham oziq-ovqat uchun o'ldiryapman. Kerak bo'lib qoladi. Qishloq topishga go'unda. Mana aytganimdek, qishloq topdik. Resurslarni hammasini yig'ib olamiz. Va lootlarni ham hammasini ovqat uchun eng ko'pi va gallem yaramas jonimga. Va tunni o'tkazib olamiz va bizning ikkinchi kunimiz boshlandi. Mana bitta sandiq bor ekan. Qani. Bu yerda eng keraklisi bu yerda qopcha bor ekan. Zumradlar ham yig'ilib boshladi. Bunga o'q bilan kamon olishi mumkin zumradlarga. Yangi qishloq topishga to'g'ri keldi. Bu yerda blacksmith yo'q edi. Menga egar kerak. Egar otlar ham bor ekan. Keras. Oldin ovqatimizni so'ydirib olamiz. Ularga boshdan olma berish kerak menimcha. Olmam bor ekan 11 ta. Ya'ni kub normal. Hammasini bermaymiz aynan. Mindirmayapti. Va hammasini beramiz va shunda ham mindirmay. Mana aytganimdek tezda bo'ldi. Qani, endi ketdik yangi qishloqqa. Koordinata bilan borish kerak. O'zimni yangi qishloq. Bu yerda blacksmith bor degan umiddaman. Oldin lootlarni qilib olamiz. Bu yerdan ko'p olmalar chiqdi. Va non ham. Kartoshkalarni ham kerak emasmi? U galemni o'ldirib olamiz. Temirlar ham asta-sekin yig'ilyapti. 5 ta temirim bor ekan. Va nihoyat o'ldi. Blacksmith. Mana shunaqa joyni qidirib yurganim. Bu yerdan lava kerak. Biz o'yinni yutmoqchimiz. Bizning maqsadimiz. Spear. Juda kerakli narsa. Mana shuni o'rniga olib qo'yaveraman-da. Temirishton va temir va bizada 14 ta temir bo'ldi. Va non va ko'chatlarni ham olib olamiz. Bu dunyoda ko'chatlar juda ham kerak bo'ladi. Xo'sh. Men bunga o'zimga paqir, 2 ta paqir lavalarni olib olish uchun yasayman. Lava biz uchun o'yinni yutish uchun kerak. Xo'sh, bu versiya ham kerak. Bu dunyoda taxtalar kam. Xo'sh, lavani olib olamiz. Albatta bu kerak bo'ladi. Va otimizga minib yana keyingi qishloqni qidiramiz. Bu bilan urushib bo'lmaydi menimcha. Jonni juda ham ko'p olar ekan ba'zida. Lekin jitillarni maza qilib ursa bo'ladi. Qani. Yana again. Bo'lmadi. Ketdi undan ko'ra. To'g'riga. Va nihoyat yangi qishloq. Tun ham botib qoldi. Shu yerda uxlab olaman. Va bizning
3 kunimiz boshlandi va ertalabdan barchani tashkil bo'lamiz desam, kichkinagina qishloqcha, bitta uyli, zato golemi bor ekan. Yaxshi, bitta uyli qishloqcha yo'q. Omadda bu ham. Yana 2-chi yoki 4-chi, 100-chi qishloq qoldi. Yil o'tar o'tmas yangi qishloq ham chiqdi. Nihoyat. Judayam uzoq vaqt o'tdi. Lekin bu qishloqda judayam ahvol yaxshi. Uylar ko'p. Va golem ham bor ekan. O'ldirish qiyin bo'ldi lekin. Bizada 18 ta temir va bunga temirlik kirka va qilich yasash kerak yoki bolta ham bo'laveradi. Nega desa, bu dunyoda kirkaning foydasi yo'q desam ham bo'ladi. Videoni shu yerda tugatamiz. Keyingi qismi uchun like bosing.